Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, qadrdon aka-ukalar, dehqon aka-ukalar. Mana bugungi videomiz chuvalchanglarni sug'orish haqida. Tantanchi qilib, ajoyib qilib chuvalchanglarni sug'oryapmiz. Kuniga mana shunday issiq kunlari 2-3 mahaldan suv quyapmiz. Qarayapmiz, yana ham ko'proq suv quymasak bo'lmaydiganga o'xshayapti. Sababi kunlar juda issiq. Mana 1-2 kundan keyin zebradan lux o'rib mana shuni ustiga tashlamoqchimiz. Somon olmoqchi edik. Somon qimmatga tushar ekanimizga. Mana shuning uchun zebradan qamishlarni o'rib tashlaymiz endi ustiga. Salqin bo'lishi uchun, chuvalchanglar yaxshi ishlashi uchun. Hozir juda ham issiq bo'lib ketdi. Rosa qiynalyapti chuvalchanglar issiqda. Mana bitta yo'li o'shanday ustiga qamishlardan yopish kerak ekan. Shunday qilmasak chuvalchanglarning ishlashi qiyin bo'ladi va biyog'imiz sifatli chiqmaydi. Mana suv quyish sistemamiz bizda, chuvalchanglarni sug'orish sistemamiz bizda. Mana shunday qilib tantanchiqlar bilan sug'oramiz. Hamma joyga bir xil tushadi. Bu biyog'imiz ishlab chiqarishni o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor do'stlar. Mana shunday sug'orish jarayonlari bular. O'ziga suv yetmayapti, chunki narada bu yerda go'ngni yuvish jarayoni ham ketyapti. Shuning uchun bunisini yopib turibmiz mana shu. Xudo xohlasa mana shu 3ta bioreaktorimizdan 300 tonna biogo'muz olishni rejalashtiryapmiz. Xudo xohlasa. Mana hozir qator sizlar bilan go'nglarni yuvish jarayonini ham ko'rsatib o'taman. Mana bu go'nglarimizni yuvish jarayoni do'stlar. Bu go'nglarimizga 5-6 oylik quruq go'nglar edi. Mana shunday qilib balandligi bir 80-90 cm bor. Mana shunday pal qilib suvni ochib qo'yamiz. Bu yerda molda qolib ketgan siydiqlarning yuvilishi yaxshi bo'ladi. Sho'r ketadi ancha. Mana e'tibor berib qarasangiz qop-qora sho'r bo'lib ketdi. Mana shunday yuvib chuvalchanglarga tashlasangiz, chuvalchanglarning yeyishi juda ham faollashadi. Bu quruq go'ngimiz. Quruq go'ngda mana shunday yuvish kerak. Yuvish tartibi mana shunday. Mana shunday qilib 2-3 marta, iloji bo'lsa 4 martalab suv quyamiz. Mana bu yerdan mana o'zi chiqib boshladi. Qip-qizil suvlar. Mana qip-qizil suvlar chiqib ketadi. Mana shunday qilib yangi oziqani go'nglarni chuvalchanglar uchun tayyorlaymiz. Qancha ko'p yuvsangiz shuncha yaxshi. Tezroq yumshaydi go'ng, tezroq chiriydi. Sho'rlanish sifati ko'tashi pasayadi. Mana shunday qilib beramiz chuvalchanglarga. Hozir sizlarga
bor. Yilamiz jarayonini ko'rsatamiz. Qayerda yurgunlarimiz ham bor hozir. Sotilmoqda. Bir shuni ko'rsatib o'tamiz.